Rabbi. Allohim, musofir yurtda yurgan, oilasini haloldan boqaman deb qiynalib mashaqqat ila hayot kechirayotgan barcha musulmon birodarlarimiz Allohim o'zing rozi bo'lgin. O'zlari qiynalsa-da, qiynalgan birodarlarga yordam qilayotgan barcha musulmon aka-ukalarimizga Allohim o'zing, o'sha musofir aka-ukalarimizga Allohim o'zing yordam bergin. O'zing hifz himoyangda saqlagin. Allohim ularni eson-omon oilalariga, farzandlarini baxtiga eson-omon qaytib kelishlarini Allohim o'zing nasib ro'z aylagin. Allohim o'zingdan boshqa himoyachi yo'q ya Rabbi, o'zing himoya qilgin. Ishlari yurishmasdan qiynalib turganlar, musofirlarni Alloh ishlariga baraka bergin. O'zingni o'ziga muhtoj qilmagin. Kasalmanlar bor, shifo umidda yurganlar bor, duo so'ragan birodarlarimiz bor ya Rabbi. Barcha bemorlarimizga ya Rabbi o'zing shifoi ojil, shifoi komil ato etgin. Allohim qarzdorlar bor, qarzlarimiz bor ya Rabbi, o'zing najot bergin. Allohim farzand talabda yurganlarga o'zing soliha farzandlar ato etgin. Ish yurishmay qiynalib turgan birodarlarimiz bor. Yangi ish boshlagan aka-ukalarimiz bor. Duo so'rab masjidlarga xizmat qilayotgan barcha aka-ukalarimiz bor ya Rabbi. Ularni Alloh ishlariga baraka bergin. O'zing himoya qilgin. O'sha dehqonlarimiz dehqonchiliklariga, tadbirkorlarning tadbirkorliklariga Allohim hammalariga